kirish yo'l yo'rig'ini tushuntirdik. Kirish yo'l yo'rig'ini demak u nima o'zi? Albatta korxonada ish beruvchi tomonidan tasdiqlangan dastur va u dasturning ichida qanday bo'limlar, qanday ma'lumotlar bo'lishi kerak. Mana bu narsani ko'rib chiqamiz hozir. Va bu dastur bo'ladi va bu narsani yangi kelgan yoki o'sha yollanma ishlovchi bo'lib kelyaptimi yoki talaba amaliyot o'tash uchun kelyaptimi? Mana bunday shaxslar ham korxonaga kirgandan keyin albatta kirish yo'l-yo'riqdan o'tadi va mana bu dastur bilan tanishadi. Dastur bilan tanishgandan keyin tanishganligi to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlash uchun mehnatni muhofaza qilish bo'yicha kirish yo'l-yo'riqlarini qayd etish jurnaliga o'z imzosini qo'yishlik bilan buni rasmiylashtiriladi. Demak, mana misol tariqasida ko'rishingiz mumkin. Agar qaysi korxonada kasbiy uyushmalar bo'ladigan bo'lsa, kasbiy uyushmalar bilan kelishilgan holatda mana bu mehnatni muhofaza qilish bo'yicha va texnika xavfsizligi bo'yicha kirish yo'riqnomasi ishlab chiqiladi. Ko'rdinglar? Ortiqcha tushuntirib o'tirmayman. Agar kasbiy savol bo'lishligi mumkin. Agar kasbiy uyushmasi bo'lmasa-chi deyiladigan bo'lsa, korxona rahbari agarda kasbiy uyushmasi bo'lmasa, unda qanaqadir bir jamoa vakili bo'lishligi mumkin. Mehnat kodeksiga asosan. Agar jamoa vakili ham bo'lmasa, unda rahbarni o'zi tasdiqlashligini o'zi ham kifoya hisoblanadi. Lekin bo'p turib kasbiy uyushmasi yo jamoa vakili bo'la turib, u narsani kelishmasdan nima deydi? Bepisandlik yoki shoshma-shosharlik bilan bu hujjatni demak rasmiylashtiriladigan bo'lsa, bu hujjat demak qonuniy kuchga ega bo'lmaydi. Endi o'z-o'zidan korxonada yo'q bo'ladigan bo'lsa, jamoa vakili va kasb uyushmasi unda rahbar o'zi tasdiqlab qo'yish huquqiga ega. Mana kirish yo'riqnomasida qanday bo'limlar bo'lishi kerak? Korxona to'g'risida umumiy ma'lumot, mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilikdagi asosiy mezonlar, ichki mehnat tartib-qoidalari, korxonada mehnatni muhofaza qilish, tashkil qilish, mehnatni muhofaza qilishni davlat va jamoat tomonidan nazorat qilinishligi. Nima degani bu? Davlat tomonidan albatta demak tegishli davlat organlari nazorat qiladi. Jamoa vakili deganimizdek, demak kasb uyushmasi. O'z navbatida jamoat tomonidan yoki jamoani vakili sifatida saylangan bir jamoa vakili mehnatni muhofaza qilishni ham korxonada nazorat qilishi, ushbu ishlarga yordam berishi mumkin.